Alloh jalla va ala farishtalarni yuborar ekan jannatga. U farishtalar shu 2 rakat namoz o'qigan bandaga jannatda daraxtlarni ekib, daraxtlar suqib, shu banda uchun qasrlarni bino qilib shu farishtalar biz uchun oqadigan anhorlarni oqizib, suvlarni oqizib, shu qadr kechasida 2 rakat namoz o'qigan odamga Xudoy taborak va taolo shu ne'matlarni nasib qiladi. Wala yakhruju minad dunya hatta yara zalika kullah. Muhtaram jamoat, jannatda shu o'tiradigan joyini ko'rmasdan dunyoda jon taslim qilmaydi bu odam. İnsonga Jibril, Azroil alayhissalom kelganda, Azroil alayhissalom: "Birodar, omonat joningizni xotirjam topshiring. Siz qadr kechasida 2 rakat namoz o'qigan odamsiz. Qadr kechasini qadrini bilgansiz, duolar qilgansiz. Omonatingizni bering bizga. Mana sizni boradigan joyingiz jannat" deb jannatdagi ana bu ne'matlarni ko'rsatib, insonning jonini olar ekan. Muhtaram jamoat, bundan oshiq maqom, martaba insonga kerak emas. Hayotimizdan maqsad nima? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson jinni faqat menga ibodat qilsin uchun, meni tanisin uchun yaratdim deyapti Xudo. Alhamdulillah, Allohni tanidik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ummati ekanligimizdan Allohga hamd aytamiz, Allohga shukr qilamiz. Bu ne'mat siz bilan bizga beriladigan mukofot ekan inshaalloh.